2022-iyundagi tug'ish kerak. Agar biza bolani o'lchami bilan olmasdan biz faqat bu yerda bolani hayz kuniga qarab oladigan bo'lsak, mana hayz kuniga qarab oladigan bo'lsak, bu yerda vrachlar chalkashib ketib qoladi. Agar misol uchun qaysidir vrachga borsangiz, tug'ishing 22-iyun deydi, lekin оказывается 13-iyul oxirida bizada chalkashlik bo'lmasligi uchun, bolang o'smay qolibdi degan gaplar bo'lmasligi uchun mana shunaqa birinchi skriningga, ya'ni skrining emas, birinchi o'zingni o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yib olsak, nedilyasini to'g'ri aniqlab olsak, oxirigacha biz qiynalmaymiz. Bolani o'sishini to'g'ri olib boramiz. Bolasi yaxshi, u 8 hafta 1 kunlik bo'lgan, testda ham kech chiqqan, o'sha katta bolacha, maktabga boradigan bolacha. Onasi ham yaxshi, bolasi ham yaxshi, siz yaxshisiz va sizni bolajoningiz yaxshi oiz. Ko'nglingizni xotirjam qilsangiz bo'ladi.